Dastlab 2 nafar farzandini Televizor ko'rish jonimga tegib ketdi. Qachon katta ish qilaman, hayronman. Bu yerda jitel nima qilyapti? Tashqariga chiqishim kerak. Yo'q, qoch, men yo'lim to'sma. Agar qishloqlar meni gapimga kirmasa, demak men bu yerda katta ish qila olmayman. Bo'lmaydi, bunaqasi ketmaydi. Tezroq mana bu joyga chiqib olsam, xuddi menga atalgandek-a. Ya. Yaxshi. Let's go. Qani, qishloqlar. Qishloqlar. What's up, nigger? Yo, shoshilmanglar. Hali gapimni aytib yuborganim ham yo'q-ku. Yo'q, bularga qattiq chora ko'rmasak bo'lmaydi. Men hozir uyimga kirsam, menga kattaroq g'oyalar keladi. Mana shu jitellar meni gapimga kirib hamma ishni qiladi va men shu nima desam bo'ladi, merni ham yo'q qilib, o'zim qishloq qiroli bo'laman. Tezroq uyga kiray, nima qilsam bo'ladi? To'xta. Axir men kreativ moddaman-ku. Ya'ni kreativ modda emas, kreativdaman-ku. Wow, bunisi juda ham yaxshi. Endi esa modlarga kirib, biz bu yerdan qurol olamiz. Boshqa ilojimiz yo'q, bo'lmasam shitalar bizni gapimizga kirmaydi. Hop, qurollar. What's up? Mana shu yaxshi, zo'r juda ham. Menga yoqdi. Wow, skinim yo'q-ku. Mayli. Ketaveramiz. Yo. Tezroq bo'l. Hop, endi gapimga kirmasinchi, bo'lmasam hammasini yo'q qilib tashlayman shu jitellarni. Endi mana bu joyga chiqib olsak, jitellar meni gapimga kirisharmikan? Men hech qilib kreativdaligimni bilmay qolsin-da. Qishloqlar, boyagi qishloqlar, bu yoqqa kelinglar, qishloqlar, Yo, let's go. Hop, qishloqlar. Nima dedinglar? Men gapimga kirasizlarmi? Oho, bunisi juda ham zo'r. Let's go, mana bu joyga saflaninglar. Bo'ldi, meni gapimga kirasizlar ekan, demak, yo'llar davom etaverasizlarmi? Bo'lmasam ketaveringlar. Kechga o'zim sizlarni chaqiraman, tushunarlimi? Mana bu oq jitelni ollar, Gapni eshitishmadi. Menimcha qo'rqib ketishdi, yo. Mayli. Yo'limizni davom ettiramiz. Hop, endi biroz mizg'ib olsam, keyinchalik Nemo oldiga borar edim. Soat necha bo'ldi? Menga farqi yo'q, uxlayveraman. Nemo uydamikan? Nemo. Nemo. Let's go. Nemo, nima gap? Yaxshimisiz? Bugun sizni yordamingiz kerak edi. Kechga o'zim chaqiraman, kelasiz, bo'ptimi? Juda ham katta ish qilasiz. Menga juda ham yordamingiz kerak, Nemo, bo'ptimi? Bo'pti, o'zim kechga chaqiraman, sog' bo'ling, ish qilib menga kechki payt keraksiz, bo'ptimi? Xayr. Qishloq juda ham g'alat. Yo, Diamondmi? Wow. Agar siz bizning qishlog'imizda turnirda qatnashsangiz, zato Diamondli bo'lib oldi. Yo'ho, let's go. Bunga katta yuqurdiraman. Hop, jitellar qo'yan jitellar. Qani, hop, sizlar hozir o'zingizlar ko'rsatinglar kerak. Qani ko'rsatmoqchisizlar? Yo, nima qilmoqchisizlar? Yo, ey. Nemo, yo-mayo, Nemo qani? Bunisi ham yaxshi, zo'r, lekin Nemo menga yordam berish kerak edi. Sizlar Nemoni qamab tashladinglar. Mayli. Zato o'zingizlar ko'rsatdinglar. Молодцы, men esa yo'limni davom ettiraman. Jitel, siz shu yerga yugurishingiz kerak. Mana bu ish haqqingizni oling va menga chiroyli bitta zo'r uy qurib bering. Krasavchik. Bo'pti, xayr, men ketdim. Ishingizni yaxshi qiling, ish qilib. Bo'lmasa men pullarimni qaytarib olaman. Yo-mayo, bu nima? Tovuq? Sigir? Juda ham g'alati-ku. Yo-mayo, ko'zimga ko'rindimi? Sizlarni ko'langlar, ichimliklar juda ham zo'rda. Hammasidan sotib oldim. Yaxshi. Menga juda ham yoqdi. Sizlar qayerdan qilishinglar bilmadim-ku, lekin menga juda ham yoqadi shu ko'langlar. Wow, kola, qanaqadir ichimliklar. Bo'pti, sog' salomat bo'ling. Rahmat katta. Xo'p, quyosh nimaga nurli turibdi? Do'stlar, iltimos shu kanalga obuna bo'linglar. Kuchga kelguncha birga bo'lishimiz kerak. Hammalarga xayr. Video tugatdim, endi esa uyga ketaveraman.